Birodarlar, hozirgi kunda uylanishlik oson emas. Kerak emas urf-odatlar, kerak emas sarf-xarajatlar, bir so'z bilan aytganda isrof ko'payib boryapti. Shu isrofning ko'pligidan to'y qilish, uylanish, turmush qurish qiyinlashib boryapti. Kim aybdor bunga? Erkaklar aybdor. Chunki topib kelib xotinni qo'lga berib qo'yib, xohlaganini qil deyaptimi? Bu xotinning so'zidan chiqa olmaydiganlar. Oila nima deydi? Oilasida gap o'tmaydiganlar. Yomon bo'ladi, falonchi xolam aytdi desa qilaveradi. Falonchi xolang dundun, falonchi xolang. Domlalar aytib turibdi, isrof bu desa, falonchi xolaning gapiga kerak. Yomon bo'lar ekan shuni qilsak, yomon bo'lar ekan. Nima bo'ladi so'rayda, aytib bera olmaydi, to'qim aytib bera olmaydi. Xotinlarning diviziyasi hujumga o'tadi to'y qilayotgan paytingizda. Mana qilmaymiz desiz, qilasan. Bitta o'zingizsiz. Tura olmaysiz, yiqitishadi. Agar dinga suyangan bo'lganingizda, qarindoshlar, xush kelibsizlar, mana to'rimiz sizlarniki. To'y qilyapmiz, mehmon bo'lib ketinglar. Pulni men topyapman, bola meniki. Manaqa to'y bo'ladi. Xohlasanglar mana bo'lmasam katta eshik devor olmaydi. Men desa qarindosh urishlik uzilib qoladi deydi. Agar ma'siyat uchun qarindosh urishlik qilishlik kerak bo'lsa, buni uzish kerak. Erkaklar qo'lingizga rolni olinglar. Men aytgandaqa bo'ladi deylar. Chunki sizlar eshik emassizlar, pulni topib qiynalib, 6 oy, 7 oy, 1 yil Rossiyada ishlab kelib turib, 3 kunda sarflab yana ketyapsizlar.